Xo'p do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Techu Rasul. Ko'pchilik kommentariyaga yozdi, Yevropadan vakansiya bo'lsin, oyligi yaxshi bo'lsin, eng muhimi til talabi rus tili bo'lsin deb aytdinglar va men sizlarga Yevropadan yaxshi bitta vakansiya olib keldim va bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz sizni tabriklayman, chunki menga obuna bo'lgansiz, qaysidir videomga like bosgansiz va albatta meni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq obuna bo'ling va bittagina like bosib qo'ying, chunki yana yangi vakansiya olib chiqsam sizda rekomendatsiyangizdan chiqadi. Bemalol birinchilardan ko'rasiz, sababi bu vakansiyalar bir haftada yoki bir oyda yoki 3 kunda ham yopilib qolishi mumkin. Chunki mana shu hozirgi vakansiya 2 yoki 3 kunda yopilib qolishi mumkin. O'shaning uchun ham like va bitta obuna. Boshladik. Xo'p do'stlar, bu vakansiya kimlar uchun? Tokerlar uchun va ish beruvchi ZF Slovakiya kompaniyasi. Bu kompaniya Yevropada mashhur va bu kompaniyada asosan avtomobillarning qismlari ishlab chiqariladi. Bu kompaniya qanday imkoniyatlar beradi? Yevropada qonuniy ishlash bo'yicha hujjat, yotoqxona, tushlik va hujjatlashtirishga ham yordam beradi. Xo'p, bu vakansiyaga talablar qanday? 22-48 yosh orasida bo'lishingiz kerak. Tokerlik bo'yicha kamida 1 yillik tajribaga ega bo'lgan bo'lishingiz kerak va o'rta maxsus diplomi ham yetadi. Va eng muhimi rus tilidan B1 darajada bilim bo'lish kerak. Ya'ni gaplasha olish qobiliyatingiz bo'lish kerak rus tilida. Xo'p, demak, oyliklar 1000-1200 yevrodan boshlanadi. Xo'p do'stlar, bu vakansiyaga qanday qilib topshirish mumkin? Xorijda ish.uz sayti orqali anketangizni to'ldirsangiz bo'ladi. To'ldirish uchun linkni men Telegram kanalimga joylab qo'yganman. Telegram kanalning linki mana shu videoni albatta kommentariyada qoldiraman. O'tib bemalol link orqali o'tib anketa to'ldirsanglar bo'ladi. Shaxsan o'zingiz do'stlar, yana bitta ogohlantirish iltimos sizlardan. Bu rasmiy vakansiya. Tashqi mehnat migratsiyasi e'lon qilgan. Bu tez orada yopilib qoladi. Tezroq topshirib ko'rishinglarni maslahat beraman agarda mana shu vakansiya sizga mos bo'lsa va Instagramdan, Telegramdan kimdir sizni ishga jo'nataman, 100% viza chiqadi deydigan bo'lsa, ishonmanglar. Lichkam to'lib ketdi, juda ham ko'p ruslar, qanaqadir LTD, qanaqadir Telegram kanallar fake. Iltimos, ularga pul jo'natib aldanib qolmang. Pulingizni umuman qaytara olmaysiz. 100 talik qaytara olmaysiz. Chetga o'zingizni pulingizni chiqarib yubormang. Mashinliklar ko'paygan. Faqatgina tashqi mehnat migratsiyasi orqali harakat qiling yoki birorta bir ishonchli o'zingizni bir amakingizmi, tog'angizmi, qo'shningizmi ketgan birorta bir firma bor-ku, masalan, o'sha firma orqali harakat qiling. Tanimagan, bilmagan odamingizga asosan ruslar, mashinliklar aldab sog'ishyapti realni. Telegramga, Instagramda reklama yoqib, faqat o'zbeklar uchun. O'shaning uchun aldanib qolmang. Adidas zavod deydi, Nike zavod deydi, balobattar deydi, Germaniya, Angliyaga jo'nataman deydi. Iltimos, faqatgina Angliyaga mavsumiy ishga, ya'ni 6 oylik viza bilan boriladigan ishga, mavsumiy ishga, ya'ni bu skilled worker vizasi emas, bu seasonal worker vizasi, mavsumiy ishchi vizasi. 6 oyga beriladigan tier 5 vizasini faqatgina siz tashqi mehnat migratsiyasi orqali ishga ketishingiz mumkin. Xohlagan odam Angliyadagi qaysidir o'zbek, qaysidir rus sizni O'zbekistondan chaqira ola olmaydi. Iltimos sizlardan, juda ham ko'payib ketdi bunaqalar. Imini mana shu mavzu bo'yicha men zo'r bitta mashinliklar temasi bo'yicha video qilganman. Mana bu yerda yoki bu yerda chiqadi. Bemalol mana shu YouTube kanalimda ko'rib o'tsanglar bo'ladi, bemalol. Ko'rib qo'ying YouTube kanalida o'zida. Xullas, like bosmagan bo'lsangiz, prosta like bosing. Sizdan hech narsa ketmaydi. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Chunki meni ko'rayotganlarning 88% obuna bo'lmasdan ko'ryapti. YouTube bir so'm pul bermaydi, lekin bizda reklama yo'q. Shuning uchun ham obuna bitta like bosishingiz kerak. Bu vakansiyalarda hamma ham sizga dehqonchasiga qilib bunaqa video qilib tushuntirmaydi. Ko'rishingiz mumkin faqatgina tashqi mehnat migratsiyasining Telegram kanalida.
YouTube'da mana chapanichasiga sizlarga tushuntirib beryapman. Qo'shimcha ma'lumotlari bilan plus hech qaysi yangiliklarni olib chiqadigan YouTube kanal bunaqa qilmaydi. Agar qaysidir YouTube kanal bitta migratsionni qanaqadir vakansiyani olib chiqib, detalni qilib tushuntirib bersa, kommentariyaga yozib qoldiring. Biz ham ko'raylikchi. Biz YouTube'da bittamiz. Obuna bo'ling. Bye.